36 yoshli oila boquvchisiga bir nechta kasalliklar tashxisi qo'yilgan. Saxovatpeshi insonlar ko'magisiz u bu xastalikdan qutula olmaydi, deyapti uning turmush o'rtog'i. E'tiboringizni ularga qarating. Jaloliddin aka shu kunga qadar 6 marotaba jarrohlik amaliyotini o'tkazgan. Takror qilingan amaliyotdan keyin oila boquvchisi bir oyog'idan ayrilgan. Shundan keyin nogironlik aravasida yura boshlagan. Ustachilik qilib ro'zg'or tebratgan bemor hozirda birinchi guruh nogironlar ro'yxatida turadi. Oladigan nafaqa pulini esa dorilar va davolanishga yetkaza olmaydi. 2015-yildan beri ixna-ko'k kasalligi bilan og'rib keladi. Turmush o'rtog'imning umurtqasida ixna-ko'k kasalligi aniqlandi. Orada bir buyraklarini ham oldirib tashlashga majbur bo'ldik. Sag'ir kasalligini ham orttirib oldi. Jaloliddin akaning sog'ligi tiklanishi uchun takror jarrohlik amaliyoti o'tkazilishi zarur. Lekin nafaqa puliga yashaydigan oila amaliyotga kerakli bo'lgan mablag'ni topa olmaydi. Moddiy tomondan qiynalayotgan Xolida opa shu sababli ham bugun saxovatpeshi insonlardan yordam so'rab murojaat yo'llagan. Hozirgi kunda juda ham ahvoli og'ir. Suv ichsa ham, ovqat yesa ham qayt qilib tashlayapti. Bola chaqa boqaman degan davrini xastalik bilan o'tkazyapti. Uyimizni ham sotuvga qo'yganmiz, lekin uyimizda kadastri yo'q. Suvsiz joyda yashaymiz qirni orasida. Imkoningiz bo'lsa yordam bering.